Tefsirim müyesser. Allah onunğa nimetini tamamlap berdi ve onu kavminin beşiğe kelgen halaketten qutquzub öz rahmetiga daxil qildi. Çünkü o Allah'a itaat qiladigan yaxshi kishilardan edi. Ey payg'ambar, Nuhni asligin. Sendin İbrahim'din ve Lut'un ilgiri Nuh öz qavmiga halokat tilab beddua qilgan edi. Biz onun duasını icabet qilib, uni ve onun ailesideki müminlerini to'pan balasidan qutqizgan edik. Uni onun haq payg'ambar ekanligiga dalolat qiladigan oyatlarimizni inkor qilgan qavmning suiqasdidan saqladik ve uningga yordam berdik. Chunki uning qavmi qabih ishlarni qiladigan qavm edi. Shunga ularning hammasini to'pan balasida g'arq qilib etdik. Ey payg'ambar, Allah'ның peygamberlerden boğan Davudni ve onun oğlu Sulaymanni əsligin. Öz vaqtida ularning oldiga 2 nafar da'vogar kirgan bo'lib, ulardan birining qo'yi keçisi, yana birining ziroatlarini yeb buzib etgan edi. Davud ularning o'ttirsida hukm chiqarib, qo'yni ziroati buzib etilgan kishiga buyurib berdi. Chunki qo'y bilan buzilgan ziroatning qimmati o'xshash edi. Biz ularning hukmini ko'zitib turgan edik. Biz Sulayman'a iki taraf o'ttirsida adolat bilan hukm qilishni bildirdik. Shuning bilan Sulayman qo'yning egasiga u qo'yning suti bilan yungidan kelgan kirimlarni ishlatib, ziroat egasining zinini to'lab berishni buyurdi. Biz Davud bilan Sulayman'a hukm qilish iqtidori va ilm hikmat ato qilgan edik. Tog'larni, qushlarni Davudga bo'ysundirib berdik ve ularni Davud bilan birga tasbih aytadigan qildik. Bularning hammasini biz qildik. Allah Davud alayhissalomga savut yasashni o'gitish orqali uningga alohida in'om qilgan edi. Savutlar janglarda mujohidlarni dushmanlarning qilich va o'qlaridan saqlab qoladi. Ey insonlar, Allah bandasi Davud alayhissalomning qo'lida ro'yobga chiqargan bu qo'g'dinish quroli uchun Allohga shukr qilyapamizlar. Biz Sulayman'a qattiq chiqadigan shamolni bo'ysundirib bergan edik. Shamol Sulaymanning amri bo'yicha biz barakatlik qilgan Sham zaminiga boratdi. Bizning ilmimiz hamma narsani o'z ichiga oladi. Sulayman'a shaytonlarni bo'ysundirib bergan edik. Sulayman shaytonlarni boshqalar qilolmaydigan ishlarga salatdi. Shaytonlar dengizga sho'ng'ib kirib, uningdan marjon va marvoyitlarni ep chiqatdi. Yani ola Sulayman buyurgan başka işlarni qiladi. Buyurilgan ishlarni o'rindashdan bosh tortolmaydi. Biz ularni o'z qudratimiz va qahrimiz bilan ko'zitib turardik. Ey payg'ambar, bandimiz Ayyubni asligin. Biz uni qattiq kasallik bilan farzandlaridan, mol dunyosidan ayirib etish bilan sinagan edik. O bu musibatlarning hammasiga sabr qilgan, tartqan jafalarning badaliga Allohdan savob umid qilgan va Allohga munojat qilib, ey Rabbim, haqiqatan meni qattiq kasal o'rib oldi. Sen rahim qilguvchilarning eng yaxshisisan. Manga rahim qilgin, manga shifolik bergin deb duo qilgan edi. Biz uning duosini ijobat qildik va uning beshiga kelgan baloni ko'tarib etdik. Ayrılıp qolgan farzandlarini, mal dunyosini uningga hassilab qaytirib berdik. Biz buni uningga rahim shafqat qilganlikdan va uni balo qazoga sabr qiladigan har bir sabrchan kishi uchun ulgi bo'lsin deb shundoq qildik. Ismoil, İdris va Zulkifil qatorliq payg'ambarlarni asligin. Ularning hammasi Allohga itoat qilishda chidamliq, gunoh ma'siyatlardan saqlanadigan, beshiga kelgan musibatga sabr qiladigan kishilar edi. Shunga ular go'zal madihiyalarga tegishlik bo'ldi. Ularni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. Chunki ular ichi bilan teshi bir xil bo'lgan, Allohga itoat qiladigan, Allah buyurgan bo'yicha ish ko'radigan solih kishilar edi. Beliqning qorniga kirib ketgan Yunusning qissasini asligin.
Allah uni o'z qavmiga payg'ambar qilib avatgan edi. Uning qavmi uningga iymon etqili unimidi. Yunus ularni Allohning azobidan ogohlantirgan bo'lsa-mu, ular kofirlikdan yanmadi. Ularning iymon etmaganligi sababli Yunusning yuragi siqildi. Ularning qilmishiga Alloh buyurgan ravishda sabr qilib turolmadi. Natijada Yunus qavmining iymon etmaganligiga qattiq xafa bo'lib, ularni tashlab yurtidan chiqib ketdi. O Allohning ruxsatisiz chiqib ketsam-mu, meni jazolamasmikin deb o'ylagan edi. Allah uni qattiq sinoqlar bilan sinadi. Tarchilikka mubtalo qildi. Uni dengizda beliq yutib etdi. O kechining, dengizning va beliqning qo'rsidagi 3 qat qorong'ulikda Allohga munojat qilib, "Ey Rabbim, sendan boshqa haqiqiy iloh yo'q. Sen barliq kamchiliklardan poktursan. Men rostilla o'ziga o'zi zulm qilguvchilardan bo'ldim" deb duo qildi. Uning duosini ijobat qildik. Uni ashu qattiq g'amdan xalos qildik. Biz shariatimizga amal qiladigan mu'minlarni ana shundoq qutqizamiz. Ey payg'ambar, bandimiz Zakariyaning qissini asligin. U yashinib qolgan chig'ida Allohdan farzand tilab, "Ey Rabbim, meni varissiz yolg'iz qo'ymag'in. Manga dinning ahkomlarini mendan keyin kishilarga o'rgatadigan biror varis ato qilgin. Sen haqiqatan mangu hayot turg'uchi va manga yaxshi bir varis ato qilg'uchi yigona Rabbimsan" deb duo qilgan edi. Biz uning duosini ijobat qilib, u yashinib qolgan bo'lsa-mu, uningga Yahyoni ato qildik. Uningga ayolini go'zal axloqliq va tug'adigan qilib berdik. Haqiqatan ular yaxshi ishlarni qilishga oldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga voyaga yetgan kamtarlik bilan ibodat qiladi. Ey payg'ambar, ippitini haromdan saqlagan Imron qizi Maryamni asligin. Maryamga erning qo'li tegib boqmagan edi. Allah uningga Jibril alayhissalomni avatdi. Jibril Maryamning ko'nglining yanjuqiga puvlab qo'ydi. Bu puvlash Maryamning bal yotqusiga berib yetdi. Allah ashu puvlashdan İsa alayhissalomni yaratdi. Maryam hech qanday er jinsiga yaqinlashmay turib, İsa'ga homildor bo'ldi. Maryam va uning o'g'li İsa Allohning cheksiz qudratiga dalil. Barliq insonlarga ta qiyomatgacha ibrat bo'lib qoldi. Ashu payg'ambarlarning hammasining dini birdir. U bo'lsa-mu islom dinidir. Islom Allohga itoat qilib bo'ysunish va uning o'ziga ibodat qilish deganlikdir. Allah barliq mavjudotning yaratquchisi va yegona Rabbidir. Ey insonlar, buni bilgan bo'lsanglar, Allohning o'ziga ibodat qilinglar. Uningga shirk keltirmanglar. Lekin insonlar o'z payg'ambarlarining amriga xiloflik qildi. Ular dinda ixtiloflashib, firqa-firqalarga bo'linib ketdi. Maxluqotga va o'zlarining havoyi havaslariga cho'qindi. Ularning hammasi bizning dargohimizga qaytadi va qilmishlaridan hisob beradi. Kimki Allohga va uning payg'ambariga aytgan iymoniga amal qilib, qo'lidan kelgancha Allohga itoat qilish va uningga ibodat qilish qatorliq yaxshi amallarni qiladi ekan, Alloh uning qilgan yaxshi amalini zoya qilib etmaydi. Balki amaliga hassilab ko'p mukofot ato qiladi. U kishi o'lgandan keyin qiyomat kuni o'zining barliq yaxshi amallarini nomi amal daftarida to'liqi bilan topadi. Chunki farishtalar uni yezib turadi. Biz kofirligi va zolimligi sababli halok qilib etgan shahar aholisining iymon etib mu'minlardan bo'lishi uchun dunyoga qaytishi mumkin emas. Yajuj bilan Majuj to'smasi ichib etilganda, ular zaminning har bir to'piliklaridan oldirab chiqib keladi. Qiyomat yaqinlashdi. Qiyomat kunida kofirlar qattiq qo'rqib ketganlikdan ularning ko'zlari chekchiyib ketadi. Ular "Voy esit,
Biz mushu kundan g'aflatda qopdiq. Bu kun uchun hech tayyorlik qilmabdiq. Biz o'zimizga o'zimiz zulm qilibdiq deb qattiq hasrat chekidi. Ey mushriklar, sheksizki sizlarning Allohni qo'yib cho'qingan butlaringlar, sizlarning o'zga cho'qinishinglarni ravo ko'rgan jin va insonlardan bo'lgan saxta ma'budlaringlar bilan birlikda do'zaxning yiqilg'usi bo'lasizlar. Sizlar va ular do'zaxga kirsizlar. Ey mushriklar, sizlarning Allohni qo'yib cho'qingan ashu narsalaringlar amaliyatda iloh bo'ladigan bo'lsa edi, ular sizlar bilan billa hargizmi do'zaxga kirmagan bo'ladi. Cho'qing'uchilar va cho'qinilg'uchilar hammasi do'zaxda mangu qoladi. Do'zaxda azoblanadigan ashu mushriklarning qandoq qattiq azob chekadiganligi ularning ko'ksidan shiddat bilan chiqqan nafaslaridan va dod faryodlardan bilinib turadi. Do'zax azobining qattiqligidan ular hech narsani anglamaydi. Sheksizki, jannat ahlidan bo'ladiganligini biz oldin bilganlikdan yaxshilar qatoridan yezivatgan kishilarga kelsak, ular do'zaxdan yiroq qilinadi. Ular do'zaxga kirmaydi. Do'zaxga yaqin joydami bo'lmaydi. Ular do'zaxning shabisini, do'zaxda yalqunjigan o't ovozini anglayolmaydi. Ular jannatdagi esil qasrlardan o'rin olgan bo'ladi. Jannatlarda ularga ko'ngli tortgan nozu ne'matlarning hammasi bor. Ular ashu ne'matlik jannatlarda mangu turadi. Qiyomat kunidagi eng qo'rqinchli ko'rinishlarmi ularning ko'ngliga qo'rqinch solmaydi. Balki farishtalar ularga "Mana bu sizlarga va'da qilingan kuninglardir. Bu sizlarga Alloh tarafidan berilgan mukofotdir" deb xush xabar berib, ularni qarshi oladi. O kunda biz osmonni xuddi putkichi xat yozilgan qog'ozni yo'gigandek yo'gaymiz. Maxluqotni dastlabda qandoq yaratgan bo'lsak, onasidan tug'ilgandek shundoq asliga qaytaramiz. Bu Allohning va'dasi bo'lib, Alloh va'dasiga hargiz xiloflik qilmaydi. Alloh biz shundoq qilishni va'da qildik. Va'damizni amalga oshirish bizga tegishlikdir deb jakarladi. Lavhul Mahfuzda yozilgandan keyin biz tushirgan samoviy kitoblarda zaminga Muhammad alayhissalomning ummatidan iborat buyurilgan farzlarni to'liq o'rindaydigan, ma'ni qilingan ishlardan yiroq turadigan layoqatlik bandalarim varislik qiladi deb yozdik. Sheksizki, o'qilayotgan bu Qur'onda Allohga loyiqida ibodat qiladigan, Allohmu ulardan rozi bo'ladigan qavm uchun albatta mukammal ibrat bor. Ey payg'ambar, seni biz barliq insoniyatga faqat rahmat qilibla avatdik. Sana iymon etgan kishilar baxtli bo'ladi va oxiratning azobidan saqlanib qoladi. Iymon etishdan bosh tortganlar ziyon tortadi va oxiratda azobga qoladi. Aytqinki, menga qilingan vahiy va men elib kelgan din sizlarning ibodat qilishinglarga loyiq bo'lgan ilohinglar faqatli bir Allohdir deb jakarlaydi. Shunga sizlar Allohga iymon etinglar, uningga ibodat qilinglar. Agar ular islomdan yuz o'risa, ularga aytqinki, men Allohdan kelgan vahiyni hammanglarga to'liq yetkizdim. Men ogohlantirgan ishlarning haq ekanligini menmi, sizlarmi obdan bilamiz. Sizlar ogohlantirilgan azobning qachon tushadiganligini bilmayman. Sheksizki, Alloh oshkora qilgan so'zinglarni, yo'shirganlaringlarni bilib turadi. Albatta sizlardan uning hisobini oladi. Sizlar aldirab ketayotgan azobning kechikkanligining sababini bilmayman. Balki sizlarni sinash va ajringlar to'shqanga qadar sizlarni dunyo hayotidan bahramand qilib, sizlar kufrda teg'imu haddinglardan oshgandan keyin, ondan sizlarni qattiq va cho'ng azobga duchor qilish uchun bo'lsa kerak. Payg'ambar alayhissalom aytdi: Ey Rabbim, biz bilan haq dinni inkor qilgan qavm o'ttirsida
adillik bilan hukm chiqargan. Ey kafirlar, biz sizlarning ulug' Rabbimiz to'g'riliq aytgan yolg'on va bo'xton so'zlaringlarga qarshi uningdan yordam tilaymiz. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqxun. 2020-yili yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.